Assalomu alaykum azizlar, musofirda yurgan og'alar, akalar, singillar, yaxshimisizlar? Mana biz 2025-yilni 14-noyabr kuni bo'lib o'tadigan lotereya o'yinimizga, birinchi tirajimizga mana shunday Shinari avtomobillaridan 7 o'rindiq, 10 o'rindiqdan 3 ta qo'yganmiz. Bundan tashqari super yutuqqa 2 xonali uy 14 ta viloyatdan, faqat Toshkent shahridan emas, hamda pul yutuqlari qo'yganmiz. $10,000, $5,000, $3,000, $1,000, va hokazo 30,000 rubl, 20,000 rubl. Lotereyalarimiz 1000 rubldan, O'zbekistonda o'ynaymiz deganlarga 130,000 so'm, qozoq tangasiga 5,000 tanga. Istalgan davlatdan WhatsApp, Telegram nomerlarimizni, rossiyskiy nomerlarimizni qo'yamiz. Yozinglar, bilet kerak bo'lsa bilet deb yozinglar, aloqaga chiqamiz biz sizlarga. Albatta karta raqam tashlab beramiz, rossiyskiy karta yoki o'zbekskiy karta. Aloqaga chiqinglar, o'ynanglar.